Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyelerimizi başlayımız. Leksiyede Sedeka Rozi. Washington'dan sözdeyimiz. Bugünkü Sedeka 2019 yıl. 11. ayının 7. gün haftaga Perşembe. Endiki mavzumunda. Mavzunu başlaştım bunun keçelama. Bir iki kelime vaziyet doğrusu da paran kılımız. Hazır ötken silahlı siyasi sözlüğümüzde Amerika Congo iki devlet söhbeti kelişim imzalaydıgan vaktini 11. ayının 16-17. günleri bitti degen idik. Lekin oron kayata bu bitilgen emas idi. Endi bugünlerden görümüz ki bu oron tabi bitilmedi hem bu kelişim imzalaşma 12. ayı keçiktirilgende kılıdı. Mesela bugün kelgen bir haber, Amerika avazı yetip gelgen bir haber de Beijing Washington'un şartlarına kabul kıldı. Amerika'nın bas kuşlar boyusu tamojdun becini bekar kılışa koşuldu. Mavzulu haber bugün yetip geldi. Şunun kargandı oron kayarda imzalanırdı, kayarda kol koydu bunu demegen bolsa mı? Bırak hazır Amerika Koşmuş Ştatlarla Cumhuriyeti Hükümeti'nin devlet rehberleri sözde kelişimi imzalaşka koşuldu, kelişti dedi. Demek bugün kişiler yetkizliği vaziyetimiz, ciddi vaziyetimizden şundan ibaret. Endilikte biz özümüzden haberlerini, leksiyelerini başlayımız hürmetli vatandaş. Mavzumunda Fengdin bu Şangay'ın ahırkı padişahı, ahırkı gobernatör edesiniz buludu. Bu 1997 yıl 7. ayının 1. günü Şangay'ını Cungo'ya ötküzüp bergiçi kişi Engeliyle şehir başlığı yaki gobernatör. Cungo'nun kılıkları bir evlat Şangaylıklarına müstakillik talep kılışkı yetekli deyip görsetti mavzulu haber. 11. ayının 7. günü Amerika avazına ıhtaytılıp bir gram mısılan kılındı haber. Bundak başlandı. Angeliya Şangay'ı belgilegen ahırkı gobernatör Chris Patton. Yani efendim 6. günü Avustralya radyo şirketi ABC muhbirinin ziyaretini kabul kılgandı mındak dedi. Her kandak bir taraftan karıgandı Cungo. Angeliya Cungo Birleşme Bayanatının ruhiyeden vazgeçti. Şangay Cungo'ya kaytırıp verilgenden keyinki 22 yıldan beri Cungo'nun Şangay'da kılgan etkenleri bir evlat Şangaylıkla müstakil buluşunu, müstakillik talep kılışını keltirip çıkar. Cungo Şangay'ın işleri, Cungo'nun işi Birleşme Bayanat bilen münasibetsiz dep tergip kılış kamrak. Bundan kan yani Chris Patton mundak deyişke koşulmayı. O mundak görsetti. Şangay meselesi del hazır. Cungo'nun halkara işlarda hoş ölçem kullanganlığını gövdelendirdi. Yani Cungo başkalarının halkara kelişimleri riayet kılışını talep kılıdığı özü bolsa halkara kelişimlerge amel kılmayı. Bir qanç qatam Cungo'nun Şangay'ın kendi turgan qarı qol dep tanqid qilishig'a uchragan bundan tanqidlash sapsata dedi. Yani özüne Cungo'nun tanqidlashi sapsata dedi. Şangay'da namoyish qilayotgan ko'pchilik namoyishchilar 1997 yildan keyin tug'ilgan. Herkes mu Angliya'nın müstemlikisi devredeki Greydallar emas. Angliya'nın müstemlikisi devredeki Şangay Greydalları emas. Cungo tarafının diğerleri bütünlüğü siyaset ibarəsidir. Bundan kan yana mındak tekstildi. Men namoyishchilarning zo'ravonligini ayblamay turolmayman. Lekin shundoqla
ularning nima uchun zo'ravonlik qiladiganligi to'g'ri tushunman. Lekin shunday qilishganlikning nima uchun zo'ravonlik qilayotganligini to'g'ri tushunman. Chunki hech kim namoyishchilar bilan dialoglashib, ularning talablarini hal qilishni xohlamadi. Gubernator Finzunkan'ın sözü. Enlikti yana bir xabar hürmetlik vatandaş, chet el matbuatları vaqtlik ortistlarni ko'chada usul o'ynatqizib, chet ellik tekshiruvchilarni oldi deydi. Deb ko'rsatdi mavzuli xabar 11 oyning 6-kuni Olma gazetida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Jungo hükümeti Şinjan'da cazalash lagerini qurganligi xalqaro jamiyatning qattiq tanqid qilishiga uchradi. Doirlar xalqaro besim ostida bir qism xalqaro kuzatuvchilarning Şinjan'a berib, yana mustamlik Uyg'uristonga berib tekshirishiga yo'l qo'ydi. Lekin chet ellik tekshiruvchilar Şinjan'ning haqiqiy ahvolini ko'ra olmadi. 18 aydan beri Angliya Newcastle Üniversitesi'nin tadqiqotchisi Tilshunos Botup Şinjan'a 3 qitim berib keldi. O yaqindan beri Tamlada simliq televiziya kanallarının g'oyib bo'lganligini, ijtimoiy radiolarda, televiziyalarda ko'rsatishlarni Tamlaga ekran qo'yib shuningda tashviq qilayotgan bo'lishi kerak Jungo doiralari. Şinjan'da yani mustamlik Uyg'uristonda. Şu kanallarning hozir Tamladan g'oyib bo'lganligini ko'rdi. Butunlay qurollangan soqchilarning hozir ko'chalarda ozib qolganligini ko'rdi. Bayqidi. Ko'chalarda tekshirish punktlarining bo'shab ketganligini ko'rdi. Urumchida yoki butun Uyg'uristonda tekshirish punktlarining bo'shab ketganligini bayqidi. Kanada Yer Şari Pochtasi gazeti xabar qilib mundaq dedi. Bu top Qashqarda aslida ko'chalarda top Uyg'urlarning sol o'ynashga o'rinlashtirilganligini biladi. Chet ellik sayohatchilar bu yerdan ayrilganda soqchilar mashinasi yetib kelib, bu usulchilarni mashinaga besib elib ketadi. Doirlarning o'rinlashtirganligi usul o'ynaguchilarni tashkillaganligi mushundaq bo'ladi deb his qildi bu top. Bu qatam Şinjan ziyoratida. Yaqinda Angliyaga qaytib kelgan bir Uyg'ur ayol mundaq dedi. Bu yilning 5-ida soqchilar amaldorlar ularning uyiga kelib, uning dadasining belgilangan kunda mechitga berib namoz o'qishini, 5 vaqt namoz o'qisa 100 yuan pul beradiganligini aytgan. Demak, bular mechitga berishdan cheklandi. Endi qo'rqdi, inson da o inson da. Endi yani şu kişilik, şu ailede şu kişini elib chiqib 5 vaqt namoz o'qisa 100 yuan beradiganligini aytdi. Uning Xitoy tili dars beradigan o'qituvchisi do'stining ko'chalarda lag'aylab yuradigan kishi bo'lishi, kam bo'lganda 50 savol javob yodlab elish kerakligi topilangan. Dadasiga 100 yuan beraman dedi, mechitga namoz o'qisan. Buran vazlık kılıvatıdı o. Endi onun Xitoy tili ders verdiğin do'sti ko'chada lag'aylab yuradigan kishi bo'lishi, lekin 50 savol javobni yodlab elishi kerakligi uningga topilanganday. Yer Şari Pochtasi gazeti munda xabar qildi. Chet ellik tekshiruvchilar Şinjan'a yetib kelganda ko'chadagi barliq kishilar, qatnash shofirlari, o'pigarlar, sayohat qilguvchilar, taksi shofirlari, mechitlarda duo qilayotganlar yoki namoz o'qiyotganlar hammasi doirlar tarafidan o'rinlashtirilgan vaqtli kishilar ekanligini xabar qildi. Kanada Yer Şari Pochtasi gazeti. Ba'zi chog'larda bevosita soqchilarning vazifasini o'taydi ekan. Bular niqobdan ayrilib, ba'zida o'zini oshkorlab soqchilarning vazifasini o'taydi.